vaqtimda keyin o'sha olimpiadaga borib qoldim. Ikkinchi voqea hayotimda sodir bo'lgan. Olimpiadaga borsam, bitta o'quvchi oldimda o'tiribdi. O'sha o'qituvchilari bilan tarix sohasi bo'yicha shunaqa tortishyapti. Endi yaxshi ma'noda, men bu voqea men bu yilda sodir bo'lgan, men bu kitobda men bu varog'ida yozilgan deb aytayapti-da, shokka tushganman. Qanday qilib shunchalik narsa bilimli bo'lishi mumkin? Buni xotirasi zo'r ekan deb o'yladim-da, bu bolaning xotirasi zo'r ekan. Tan berdim. Keyin o'sha 1 yil ham o'tmadi, o'sha keyin bitta repetitorga boradigan bo'ldik. Haligi bola bilan do'st bo'lib qoldim. Bitta kvartirada, Farg'ona shahrida tayyorgarlik ko'ryapmiz. Qarasam, haligi bola tarix kitobi o'qib olganda, men bu oynada, tokcha deymiz, tokchaga o'tirib olib, haligi kitobni shunaqa o'qiyapti, qayta o'qiyapti. Ko'rib o'yladim, to'xta, bu bolaning xotirasi damas, gap bu bola qanchalik ko'p harakat qilganligi uchun shunchalik yodlagan ekan. Bali. Bu do'stim ismi o'sha Jasur. Juda ham xotirasi zo'r deb o'ylaganman, lekin shu xotirasi zo'r bo'lgan, nega uni shu mehnatini evaziga bo'lgan ekanda. Shu ikkita voqeadan keyin tushunib yetganman. Siz xohlagan narsangizni, xohlagan yo'nalishdagi xohlagan sohani, tilni bo'ladimi yoki fanni bo'ladimi, o'qiy olasiz. Siz faqat yetarlicha vaqt va energiya sarflasangiz bo'ldi. Bu hozir mana dunyo bo'yicha hozir keyinchalik kitoblarni o'qib o'rgandim. Bu narsa growth mindset deydi, ya'ni rivojlanib boruvchi